Qarala qo'yim qovchini yo Ko'rdilaringmi ovchini yo Tuyalarding o'rkachida ya Cho'pona jigit ko'chini ya Aytilmagan dostonim ey Yurtim bog'i bo'stonim ey Assalomu alaykum aziz bolalar, aziz mana shu xalqimizda, hukumatimizda ishongan tog'lari. Aziz bolalar, bugun biz sizlarga mana shu Qiziriq tumani madaniyat bo'limi tomonidan keldik. Meni ismim Davlatov Shodmon Kenjayevich. Men mana shu Qiziriq tumanida 63-sonli madaniyat bo'limiga qarashli Qo'ng'irot folklor xalq etnografik dastasining badiiy rahbariman. Bu yerda kelgan odamlar mana Sarvinoz opa, Eshqobilova, bizda balet mesterimiz, musiqa rahbarimiz Ziyodullayeva Nargiza, bo'lim mudirimiz mana Ixtiyorjon kelishgan komil musiqachilar. Maqsadimiz shuki, sizlarga biz mana shu hozirgi kunda unutilayotgan desak qo'pol bo'lmaydi. Juda ham bir nima deydi, mana shu qadriyatlarimizni unutilishiga yo'l qo'ymaslik uchun bizning qadriyatlarimiz, nomoddiy madaniy meroslarimiz. Bu nima nomoddiy madaniy meroslarimiz? Bizda mana shu xalq o'yinlarimiz, allalarimiz, yor-yorlarimiz, umuman mana shu mehnat qo'shiqlarimiz, chorva qo'shiqlarimiz, bular hammasi nomoddiy madaniy meros turlariga kiradi. Tushunarlimi bolalar? Mana shu mahorat darsini o'tishimizning mavzusi allalar haqida gaplashamiz. Allalar. Alla qayerda, masalan, qayerda ijro etiladi? Alla bolalar kim aytadi? Bolani uxlatayotganda, ovutayotganda onalarimiz alla aytishadi. Bu qo'shiqmi bu, she'rmi bu? Bu qo'shiq ham emas, she'r ham emas. Bu aynan o'sha onani bolasiga bo'lgan kelajakda uni kutayotgan orzulari yu niyatlari bo'ladi alla. Har bir alla aytayotgan ona o'zini bolasini xohlaydiki, eng qizlarga ham shunday alla aytilgan. Shuning uchun sizlar bugun mana shunday chiroyli maktablarda a'lo baholarga o'qib o'tiribsizlar. Agar sizlarga alla aytmaganda bunday bola bo'lmas edilar. Maydagina hali maydagina go'dak bo'lsalaring ham bolam meni polvon bo'lsin, olim bo'lsin, shunday navqiron yigit bo'lsin, sportchi bo'lsin, Alloh deb so'ralgan. Ona o'sha orzularni Allohdan so'rab sizlarni ovutgan. Sizlar ham xuddi tushunganday, mayli onajon deb qulab qolgansizlar. Bilardimi? Shuning uchun bolalar, qarang, endi onalar allasi. Bizda mana shu hududlarimizda onalar allasini hamma biladimi bolalar? Qani qo'l ko'taramiz-chi, kim biladi? Hamma biladi. Albatta biladi. Endi sizlarga savol. Mana shu bizning hududlarimizda hozirgi kungacha saqlanib kelayotgan bitta yana ham urf-odatlarimizda otalarimiz, bobolarimiz chaqaloqni go'dakni tizzalariga qo'yib "Yo'y" deb qo'shiq aytadi. Shuni ham bilasizlarmi? Qo'l ko'taramiz-chi, kim biladi? Buni ham hamma biladi. Kelinglar, biz mana shu allalarni yana bir bor eslashamizda, yana bir bor sizlar bilan mana shu qo'shiqni birgalikda mana shu allalarni kuylab ko'ramiz. Qarshi emasmisizlar? Yo'q. Bo'ldi, hozir qarang. Allasidan. Mana bizda Nargiza singlimiz kelgan, mana go'dagimiz ham bor, momosi ham bor. Shuning uchun
hozir onalar allasidan bir shingil aytib beradi Nargiza singlimiz. Alla aytay jonim bolam quloq soligina alla yo alla aytay irmat bolam orom oligina alla yo allalarim tingla bolam alla bolam alla yo alla aytsam gulin olam quloq soligina alla yo Rahmat bolalar. Biz Allohni aytishga harakat qilamiz. Biz sizlar bilan birgalikda aytib ko'ramiz. Albatta buni amallasak kerak. Endi qarang, bu aytmagan. Beshikda onalar aytgan, uxlagandan uyg'ongandan keyin o'sha kelinlarimiz yumushlariga ketish uchun yoshgina bolani kimgadir tashlab ketish kerak-ku. O'sha otalariga yoki bobolariga qani bolam, qani bobosi nevarangizga bir xuyo aytib, buni ovutib, o'ynatib o'tiringchi deb o'sha bolani berib ketgan. O'sha bobolari ham tizzalariga qo'yib, o'sha bolani ovutib, shunday qilib otalar allasi bobosining yoki otalarining tizzalarida o'ynatib aytilgan bu qo'shiq. Masalan, chaqaloqda mana momosi bobojoni bir uyga aytib bering degan joylari bilan bir eslating qani bolalarga. Bobojoni nevarangizga bir uyga aytib bering. Olib keling, aytib ko'raylikchi. Mana ko'rdingizmi? Bobolari qo'liga olib, albatta bu chaqaloq, bu begunoh zot, to'g'rimi? Bu Allohning mavjudoti. Ko'ryapsizmi? Buni bir mo'jiza desa ham bo'ladi. Endi qarang, shu bola bilan o'sha otani yoki boboni munosabati. Bunga shunday tilaklari cheksiz. Bobosi bo'ladimi, otasi bo'ladimi? Shunday bo'lgan. Endi qarang, qanday aytilgan otalar allasi. Iloji bo'lsa men aytaman, sizlar ham oz-ozdan qaytarishga yordam bering, xo'p? Qaranglar. Ketdik qo'shlar. Talqon to'y, kasada suv, betingda jo'v, ketdik. Qarang endi xirgoyi davom etib ketavergan. Qarang. Qorala qo'yin qovchinim o. Huyyo, huyyo. Kurdilaring mavjini yo'q, huyyo, huyyo. Tuy
Ketdik. Talqon to'y, talqon to'y, kasada suv, kasada suv, yetingda aytilmagan dostonim ey, huyo, huyo, yurtim bog'i bo'stonim ey, huyo, huyo, huyolar aytay o'tamaya, Sadıqlar bo'lsin vatanga ey, uyo, uyo, uyolar aytay bo'tamaya, uyo, uyo, sadıqlar bo'lsin vatanga ey, uyo, uyo, birgalikda aytamiz. Talqon to'y, kasada suv, yetingda ketavergan, men ko'plik bo'lsa ham aytavergan, toki bola uxlab qolmaguncha ketavergan. Bog'larda bog'ban bosilsin uyoy. Qo'shilamiz, qarang, uyoqiga qo'shilamiz. Tushunarlimi? Qaranglar. Bog'larda bog'ban bosilsin uyoy. Bog'dalar kesilsin uyoy. Marchi ketding yo'lig'ay uyoy. Karsanda gullar ochilsin uyoy. Dushmanlardan jo'lig'ay uyoy. Chaqirlar tikan bosilsin uyoy. Ketdik. Uyoy. Talqon to'y, kasada suv, betingda ana shunday bo'lib bolalarim davom etib ketavergan. Maqsad nima bo'lgan? Maqsad mana shu, faqat hech qachon hamma yaxshiliklar bo'lsa, o'sha niyatlari bo'lsa, o'sha bolakaylarimizga bo'lgan, niyat qilingan. Shuning uchun hozirgi demak hissadan qissa nima bo'ladi? Kerak bo'lsa, meni farzandim 3 oy bo'ldi yo 2 oy bo'ldi tug'ilganiga qachondan tarbiyalab boshlaydik desa, aytishganki, siz 3 oy kechikibsiz degan. Mana shu mavjudot bittagina chaqaloq ham bu Allohning hukmi bilan sizni yaratgan, sizni ota-onangizni yaratgan, sizni ota-bobolaringizni yaratgan, o'sha yaratgan Parvardigorimizni bu buyruqlari. Sizlarga mana shunday yaxshi niyatlar qilgani uchun ota-onalaringiz o'sha bu hozirgi zamonda kerak bo'lsa bunday sharoitda emas, bizda o'qigan paytlarimiz sal boshqacha bo'lgan. Qarang, hammamiz faqat yaxshi niyatlar qilib ketaverganmiz. Shuning uchun bugun sizlar nima? Hamma narsalaring bor, to'g'rimi? Bunday bir zamonaviy maktab bor, darsliklar bor, shunday tinch, go'zal vatan bor. To'g'rimi bolalar? Demak, buni hammasi kelib nimaga bog'lanar ekan? O'sha biz qilish kerak bo'lgan niyatlarga bog'liq ekan. Niyatni to'g'ri qilsangiz, albatta hamma maqsadlariga erishadi. Sizlarda ota-onalaringiz shunday niyat qilgan, o'sha sizlarni beshikda tebratib yoki qo'lida ko'tarib niyat qilgan, mana shunday bugungi kunda sog' salomat, go'zal maktablarda yaxshi ustozlar qo'lida saboq olyapsizlar. Bolalar, men sizlar bilan mana shu bugungi mahorat darsini shuncha jamoamiz bilan birgalikda kelib o'tganimdan men xursandman. Sizlarga agar ozgina bo'lsa ham
nimadir olib qolgan bo'lsalaring, bu bizning yutuqlarimiz deb hisoblaymiz. Kimda qanday savollar bor? Yo'q. Savol mahorat darslarimizdan. Bo'lmasa biz bugun mahorat darsimizni yakunlaymiz bolalar. E'tiborlaring uchun sizlarga judadan katta rahmat. O'qituvchilaringga ham rahmat. Bizga shunday sharoitlarni qilib bergan. Mayli. Xo'p. Xayr.